Lekin qadrli bizni kuzatuvchilar, ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan Belarus motobloglarimizni yer maydonimizga olib keldik. Hozir bu motoblogimizni bir qator sizlarga mana shu ko'rib turgan agregatlaringiz bilan ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. E'tibor berishlaringiz mumkin, agregatlarimiz bitta xo'jalik uchun mana shunday yer maydoningiz bo'ladigan bo'lsa, kultivatsiya qilish uchun o'zini frezalari va undan tashqari jo'yaklarni olish uchun o'zini temir g'ildiraklari, undan tashqari universalniy pluglarimiz va undan ham tashqari ikkitali e'tibor berishlaringiz mumkin, agregatlarni orasiga tushib ishlashlik uchun frezalarimiz va undan tashqari o'zimizda ishlab chiqarilayotgan jo'yak oladiganlarimiz va temir g'ildiraklarimizni bitta agat orasiga tushadigan modellarini hozir sizlarga bir qator ishlatib, ko'rsatib beramiz akalar. Xo'p, bu agregatlarimizni ishlatishdan oldin qisqacha ma'lumotlarni tanishtirib o'tib ketamiz. Motoblogimiz ko'pchilik obunachilarimiz qiziqqan Belarus, Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 7 ot kuchli original motoblog. Motoblogimizni hozir mana shu agregatlarda tortib ko'rsatib beramiz. Sifatiga o'zlaringiz kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiringlar akalar va bu motoblogimizni yana qanday joylarda ishlatib ko'rsatib beraylik akalar. Birinchi navbatda bu motoblogimizni hozir sizlar bilan mana shu haydalmagan kartoshkalarning orasiga va makkalarimizni orasini e'tibor berishlaringiz mumkin. Umuman yer haydalmagan, anchagina yorilib ketgan, yerda sho'ri bor, shuni hisobiga anchagina qatib ketgan. Hozir mana shu qatib ketgan yerda birinchi bo'lib bir qatorli, ikki qatorli frezalarni qo'yib chopig'ini qilib olamiz va temir g'ildiraklarni qo'yib, pluglarda va undan tashqari jo'yak oladiganlarda agatlarni olib ko'rsatib beramiz. Videolarimiz foydali, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, videolarga bitta like tugmasini bosib turishni unutmanglar. Hozirgi kunda bu motobloglarni mana shunday sinovlardan o'tkazilgandan keyin sifatiga garantiyalar bilan qilib berilyapti akalar. Bo'lmasam sizlar bilan bitta mana shu frezalarni qo'yilgan holatda kultivatsiya qilishini ko'rib chiqamiz. Videomizni boshladik. Endi motoblogimizga frezalarni ulab oldik. 70 agat orasini og'iz chopiq qilib chiqamiz akalar. Videoni oxirigacha kuzatib boring. akalar 70 ga ekilgan makkani ichini kultivatsiya qilinyapti akalar, chopilyapti. Ko'rishingiz mumkin. Ishlashi juda ham zo'r, haydayotgan odamga umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Yurishlariga ahamiyat beringlar, juda ham oson akalar. Akalar ko'rib turibsizlar, boshqalarga odam hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Haydab kelayotgan joylarga ahamiyat beringlar. Makkani orasidan 5 santimetrdan joy qoldiryapti. Makkaga hech qanaqa shikast yetgani yo'q. Ertaga katta bo'lib qoladigan bo'lsa ham hech qanaqa zarar yetmaydi tomirlariga. Endi 70-60 agatlarga qanday qilib moslayman deb so'ragan akalarimiz uchun frezalarni 4 qatorli qilib qo'yganmiz. Buni kichikroq bir qatordan 2 qatorli qilib qo'yadigan bo'lsangiz, torroq 60lik, 50lik agatlarga ham tushib ishlatishlaringiz mumkin. Hozir endi bir marta chopib degan joyimizda yana bir marta yuramiz. Shunda sizlarga chuqurliklarni ko'rsatib beramiz akalar. Yerga ham ahamiyat berasizlar. Yer ancha nam. Yaqinda suv ochilgan, loy chiqazmayapti. Iloji bo'lsa mayin qilib chiqazib beryapti. Bu o'sha akalar original Belarus motoblogi bo'ladi. Ishlov bergan joyiga ahamiyat beringlar akalar. Juda mayin qilib chiqazib beryapti. O'zi nam, loy joyda ham mana shu holatda juda ham mayin qilib chopib beryapti. Akalar mana ko'rib guvoh bo'linglar, chopib qilishlariga o'zlaringiz ahamiyat beringlar. Birinchisida katta kesaklar bilan chiqarib olganida 2 marta yurgandan keyin yerda qumaq qilib tashadi akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Endi chuqurliklarni bitta ko'rsatib o'tamiz. E'tibor berishlaringiz mumkin 25 sm, 30 sm gacha chopib qilib bergan. Sizlar ham yerlaringizga olib borganingizda birinchi bo'lib bir sloy yengil birinchi skorda yurib olasiz, keyin ikkinchi skorga olib turib yana bir qator yuradigan bo'lsangiz, mana shu holatda tayyor bo'ladi. Lekin mana shuni chopib qilganingizdan keyin ozgincha yerga
vaqt beramiz. Bu vaqt ichida mana shu kesaklar sal qurib, shabada yegandan keyin agatlarini tortamiz. Lekin biz video davomida bu joyda agat olishlarigacha motoblogimizda ko'rsatib beramiz. Aytib o'tib ketishimiz kerak. Mana shu ko'rib turgan bajarilayotgan ishlarda Belarus, Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 550 talik katta usulinli korobkali variantida ishlov beryapmiz akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizning do'konlarimizda bu motobloklarimizni 150, 250, 350, 450, 550 talik mana shunday usulinli korobkali variantlari sotuvda bor. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Videoni davom ettiramiz akalar. Videolar yoqayotgan bo'lsa, like tugmasini bosib turishni ham unutmanglar. Bir qator endi jo'yaklarni olishni ham ko'rsatib beramiz akalar. Bo'lmasam videomizni boshladik. Akalar, endi bu motoblogimiz uchun orqasiga jo'yak oladiganlari va temir g'ildiraklarni qo'yib tayyorlab oldik. Kultivasiya qilgan joyimizda endi sizlarga bitta jo'yagini olishni ko'rsatib beramiz akalar. Temir balonni agat olish jarayoni. Olayotgan agatga akalar bu olib berasiz, juda ham tekis va juda ham yaxshi qilib tortib beryapti. Xohlaganlar ikkinchi ko'rishda, xohlaganlar birinchi ko'rishda sirtqirol yurib ishlatishingiz mumkin. Akalar, mana ko'rib guvohi bo'lganlaringizdek, bu motoblogimizda hozir temir g'ildirak va jo'yak oladiganlarda agatlarni olib ko'rsatib berdik. Agat olishlariga gap bo'lishi mumkin emas. Bu faqatgina yerda qanchalik darajada kultivatsiya qilishingizga bog'liq. Qancha chuqurlikda kultivatsiya qilib chopiq qiladigan bo'lsangiz, jo'yaklarda shuncha chuqurlikda olib berish imkoniyati bor. Xo'p, videoni boshida aytib o'tganimizda, bu motoblogimizda endi sizlar bilan xo'p, mana kultivatsiya qilish jarayonlarini ko'rib bordilaringiz. Agat olish jarayonlarini qo'yib ko'rsatib berdik. Bu motoblogimizda yana qanday turdagi yuklarni toshishda va undan tashqari boshqa turdagi ekinlarni orasini kultivatsiya qilish, kartoshkalarni kavlash, yana qaysi usullarda sizlarga sinab ko'rsatib beraylik. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Videoni boshida aytib o'tganimda, motoblok tanlashda adashmaymiz. Mana shunday agregatlarni qo'yib boshqarishlik uchun iloji boricha qayerdan motoblok olishingizdan qat'iy nazar reduktorlari baquvvatroq, mo'shniyroq motoblok olishlaringizni tavsiya beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bu Belarus motobloklarimizni bizning do'konlarimizda har xil turdagi pozitsiyali variantlari bor akalar. Eng arzon modellari 2.900.000 so'mdan boshlab 6.5 million so'mgacha 7 ot kuchli motobloklarimizni bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Komplekt holatida temir g'ildiraklari, jo'yaklari, pluglari va undan tashqari boshqa turdagi agregatlari bilan komplekt holatda sotib olaman degan akalarimiz uchun narxi 3.800.000 so'mdan boshlab 22 million so'mgacha komplekt holatda tayyorlab beramiz akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Videolar foydali, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolar bundan-da qiziqarliroq bo'ladi akalar. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu Belarus motoblogimizda yana qanday sinovlardan o'tkazib ko'rsatib beraylik akalar. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.